Qotillar oroli. Har yozda bir joyga sayohat qilardim. Bir necha yil avval Qotillar oroliga sayohatga borganimni esladim. Orol juda go'zal-da, ismi qo'rqitadi. Bu orol Yunonistonning Italiyaga yaqin hududida, yunonchada Limni oroli deb nomlanadi. Turklar Limnini Istanbul fath qilingan yilda fath qilishgan. Usmonli imperiyasi davrida imperiya hududidagi odam o'ldirgan qotillar yig'ilib, oyog'iga kishan taqilib bu orolga surgun qilingan. O'sha uchun ham Qotillar oroli deb nomlangan. Ammo Usmonli imperiyasining hujjatlarida Qotillar oroli Tini Maxtum, muhrlangan balchiq nomi bilan qayd qilingan. Borgan bo'lsam, boribman. Oradan yillar o'tib bu orol nega mening esimga tushib qoldi? Sababi orol aholisining hammasi qotillardan iborat edi. Bitta ham risoladagidek qalbli inson bo'lmagan. Orol Egey dengizida, Istanbuldan salkam 1000 kilometr uzoqda. Ko'prulzoda Mustafo podsho tarafidan oyog'iga kishan taqilib yolg'iz o'zi Qotillar oroliga surgun qilingan bir zot bor edi. Uni esladim. Bu Niyoziy Misriy hazratlari. Uyqusida ham Allohga niyoz qiladigan, ilmning Misri deya nom olgan avliyo zot. Husayn roziyallohu anhuga bag'ishlab qasida yozgani uchun o'sha davrning chala mullalari tarafidan bo'xtonga uchrab surgun qildirilgan. Orol xalqi faqat qotillardan iborat bo'lgani uchun Niyoziy Misriy hazratlariga shunchalar azob berganki, men ularni yoza olmayman. Bir masjidning burchagida 4 yil yashadim. Hech tashqariga chiqmadim, deydi xotiralarida Misriy hazratlari. 4 yil davomida Orol xalqidan bir kishi bir marta ham salom bermagan. 4 yildan keyin Mahmud ismli bir kishi uyiga olib ketgan va unga uyidan bir xona ajratgan. Xonaning derazasini g'isht bilan urib tashlab, bu xonada 16 yil qolib ketgan. Qotillar tashqariga chiqishiga izn bermas edi. 16 yil ichida Yazid ahli baytga qanday azob bergan bo'lsa, qotillar ham Misriga shu azobni yashatishdi. Misriy hazratlarning oyog'idagi kishanni o'lgandagina yechib olingan. Nega hujjatlarda orol ismi muhrlangan balchiq deb qayd qilingan? Aslida Usmonli imperiyasi bu orolni muhrlangan balchiq uchun fath qilgan edi. 1960-yilgacha oroldan yog'li balchiq qazib olingan. 16-asrda bu balchiq vaboning shifosi edi. 1960-yildan keyin balchiq o'z-o'zidan qurib ketgan. Imom G'azzoliy Mishkot ul Anvar ul Asror nomli kitobida shunday yozadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni 36 nafar sahobasi bilan o'tirgan edi. 3 marta La ilaha illalloh dedilar va sahobalarga 3 marta siz ham La ilaha illalloh deng dedilar. Ular ham aytishdi. Keyin Rasululloh qo'lini ochib duo qildi. Oradan 1 soat o'tib, 2 ruhoniy kirib keldi. Ular Dori Oliyadagi Ayo Sofiya cherkovining qubbasi va devorlarining ta'miri uchun ma'naviy yordam so'rashdi. Rasululloh bir idishga tupurdi. Buni yerga qo'ymang, suvga to'kmang. Borib, tuproqqa qorishtirib, u balchiq bilan ta'mir qilinglar, deya tayinladilar. Ruhoniylar Limni oroliga kelganida qahraton qish sovug'iga duch keldilar. U idishni yerga qo'yishga majbur bo'ldilar. Sahobalar, "Yo Rasululloh, nega ruhoniylarga tupuk berdingiz?" deb so'rashganida, "Vaqti kelib, mening ummatim Ayo Sofiyada namoz o'qiydi" deb javob bergan edilar, deydi G'azzoliy. Jang va fathga sabab bo'lgan o'sha muhrli balchiq Rasulullohning tupugini asaridir. O'sha paytda qotillarning shani va oroli bo'lgan.
badbo'y axloqi bo'lgan. Bugun ham hech nima o'zgarmagan. Kishan yo'q, ammo atrofimiz qotillarga to'la. Badbo'y axloqidan hid chiqib turadi. Istanbul esa bir oroldir. Bir burchak yo'q o'zimni qulflay desam. Salom, g'or. Ba'zan menga haqorat to'la xabarlar ham kelib turadi. Diplomsiz va chalasavod kabi mazmunda. Nega diplomingiz yo'q deyishadi. Qayerda o'qiganim, qanday diplomlarim borligi haqida hech qayerda ma'lumot qoldirmaganman. Boshqalar falon unvonlarni yozib qo'ygandek yoki to'ralar, zodalar, saidlarning evara-chevara keliniman deb. Aslida allaqachon ajrashib ketishgan o'sha evara-chevara kuyovlardan. Ularga deymanki, e'tiqod qilmagin nasl nasabga, nasab nima berdi Abu Lahabga. Fikrlarim bilan dumini bosib olganim ayrim kimsalar bor. Ana o'shalardan keladi xabarlar. Shayx Google'ga savol berishadi. Qayerda o'qigan bu deb. Shayx ham hayron, chunki Google'da mening rasmim ham, shaxsim haqida ham biror narsa yo'q. Topolmagach, bu bir o'qimagan, qumri diplomsiz deb yozishadi. Nima desa desin. Men diplom rasmini qo'ymoqchi emasman. Chalasavod deyishga sabab esa 10 yil davomida hech narsa yozmadim. Faqat tafsir, psixologiya, kvant fizikasiga oid kitoblar o'qidim. 10 yil uydan chiqmadim. Ibodat qilib Qur'on yod oldim. Sevganlarimga xizmat qildim. O'qiganlarim o'zbekcha bo'lmagani va telefonimda ham o'zbek kiril alifbosi yo'qligidan bu tilda yozishni va gapirishni unuta boshladim. Bir kanal ochib, yozib turishga qaror qilganimning sababi ham tilimning o'layotgani edi. Uni evtanaziyaning qo'lidan qaytarib olaman deb o'ylagan edim. O'zbekcha harflarga erishganimda esa q, gʼ, hlar evtanaziyaning qo'lida qolib ketdi. Maqolalarimda orfografik va texnik xatolar ko'pligining sababi shu edi. Buning ortidan chalasavod degan xabarlar olib turdim. Maydonni to'lasavod insonlarga qoldirib, chekinishga qaror qildim. Shungacha maqolalarimni sabr bilan o'qib kelganlarga rahmat aytaman. Bu yozmayman deganim emas. Yozaman. Ammo kitob holida o'qishni istaganlar kutish va ta'qibda qolsin. Hech qayerda e'lon qilmasdan kitob qilmoqchiman. Sham yonganida ipning atrofi qop-qora bo'lib qoladi. Shamning yorug'ligi o'sha qorong'u markazda tug'iladi. Bizning miyamiz ham butun vujudimizning qorong'u markazidir. Miya vujudning eng harakatsiz va sokin qismi. O'z istidodi bilan ichkaridan harakatga kela olmaydi va tashqaridan ham chayqalmasin deya muhofazaga olinib, eng mustahkam suyaklar bilan qattiq siqib yopib qo'yilgan. Qimirlashiga izn yo'q. Zotan chayqalganida mas'ulligini yo'qotadi. Sukut salomatlik, to'g'ri qaror berish, to'g'ri dunyoqarash, omonlik va o'zidan amin bo'lishning alomatidir. Mo'minda hikmat qachon sodir bo'ladi? Faqat sukunat bilan va o'z ustida qunt bilan ishlaganda voqe bo'ladi. Keyin u mo'mindagi so'zlarning toqati libossiz qoladi. Xudbinlik maydonlarida musobaqa o'ynagan bu zamonda teran fikrlarning uyg'onishi mumkin emas. Hikmatning alomati sukunatdir. Inson hech jim bo'lmaydi. Faqat aqli komil bo'lgandagina jim bo'ladi, deydi Kanon Rafoiy. Men o'sha 10 yillik umrimni g'ordagi hayotim degan bo'lardim. G'or hayotimga qaytyapman. Salom g'or. Alvido balchiq hayot. Har doim finlandiyalik yozuvchi Martti Larnining Sohibjamol Cho'chqaboqar nomli kitobini mening sevimli kitobim deb yozaman. Bugun esa Finlandiyaning prezidenti Sohibjamol Svarakboqar haqida yozmoqchiman.
Men hecham tushunmayman. Boshi aylanib Germaniyaga borib qolgan o'zbek xotinlarining bir kadriga Angela Merkelning ko'zini, yarmisiga o'zining ishvali ko'zini qo'yib, shunday rasm kompozitsiyasini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qiladiganlarini. Aliya Izzatbekovichning bir gapi keladi xayolimga. Eng jirkanch kompozitsiya bo'm-bo'sh miya bilan tiqib bosib to'ldirilgan oshqozon. Sizga Finlandiyaning jirkanch kompozitsiyasini tanishtirsam nima deysiz? U Yevropaning eng yosh, 36 yosh prezidenti sifatida maqtab maqtovlari tugatilmagan Finlandiya prezidenti Sanna Marindir. U yaqinda narkomanlar va nojinslarning o'yin-kulgu markazlaridagi ishtiroki bilan e'tiborga tushdi. Yevropada bunday konsertlar juda odatiy hol demoqchimisiz? Uning o'zi ham bu mening shaxsiy hayotim, hech kim aralasha olmaydi. Hayotimdan mamnunman va shunday davom etaman dedi. Sanna Marinning yosh ayol va siyosatchi ekani emas, global vampirlarga xizmat qilishi mening mavzuyim. Uning ayolligi va yoshligidan neoliberal siyosat yaxshigina foydalanadi. Zotan u global medianing yordami bilan bu kursiga o'tkazildi. Sanna Marin prezident bo'lishi bilanoq NATO bilan opa-singil bo'lib, Rossiya bilan orada ma'lum masofa belgiladi. Finlandiyaning 77 yillik betaraflik siyosatini oyoqlari ostiga olib ezdi va NATOga a'zo bo'lish uchun murojaat qildi. U yahudiy spekulyator Georgiy Soros bilan hamkorlik qiladi. Iqlim o'zgarishlari yolg'oniga bosh-qosh bo'layotganlardan biri Davosdir. Davos bu yil nitrogen kirligini ozaytirish uchun buyuk bosh hayvonlarga qarshi o'lim qarori chiqargandi. Qoramollar, sigirlar o'ldirilishi uchun fermalar yopilishi kerak edi. Bu hujjatga birinchilardan bo'lib Finlandiya imzo qo'ydi. Natijada Georgiy Soros va Bill Gatesning homiyligidagi sun'iy go'sht va suvarak industriyasini birinchilardan bo'lib Sanna Marin ishga tushirdi. Finlandiya Yevropaning eng ko'p yegulik suvarak ishlab chiqarayotgan o'lkasidir. Birgina fin suvarak firmasi Volare 2027-yilgacha $6 milliard foyda olishni rejalashtirgan. Fin sun'iy go'sht firmasi Solar Foods esa allaqachon ishni boshlab yuborgan. Bularning homiysi Sanna Marin hukumatidir. Finlandiya jinsini o'zgartiruvchilarga homiylik qiladigan davlatlardan biri. Sohibjamol suvarakboqarning onasi aslida alkash eridan ajralgan edi. Oila parchalanganidan keyin Sanna Marin onasining nojin sevgilisi bilan birga bir uyda katta bo'ldi. Agar bizga ko'rsatganlarini emas, bizdan yashirganlarini ko'ra olsak edi, yanada oz manipulyatsiyaga uchragan bo'lardik. Yevropaga ketib, bosh vazirlarning rasmi bilan o'zining ishvali rasmini kompozitsiya qilayotganlar ularning faqat ko'zlarini ko'rmoqda xolos. Bo'm-bo'sh miyasi va suvarak bilan to'lgan oshqozonni ko'rishmayapti. Shayton intervali. Xitoy qiynog'i degan bir narsa bor. Xitoy mahbuslar ustida bu usuldan foydalangani uchun shu ibora kelib chiqqan. Tinimsiz va to'xtovsiz mahbuslarning boshiga suv tomchilab turadi. To'g'ri, suv tosh, kesak emas, ammo uning to'xtovsiz tomchilab turishi miyani ilma-teshik qilib tashlaydi. O'zbekistonda meni xafa va xasta qilgan bir holatdan so'z ochmoqchi edim. Sal qoldi miyamning teshilishiga. Yoki insonlar bunga o'rganib ketgan u men ilk marta duch kelganim uchun shunday bo'ldi. Qaysi transportga chiqmay musiqa baralla qo'yilgan. Iltimos, yo pasaytiring yoki o'chiring deyman chiqishim bilan. Bir daqiqa o'tmasdan yana eski hol. Suvga cho'kib o'layotgan inson kabi zikrga yopishdim. Quloqlarim musiqani to'xtovsiz rad qilsin deya. Ammo imkoni yo'q. Inson 80% suvdan iborat. Suv esa ham o'z idishining shakliga kiradi.
ham eshitgan narsasini qayd qilaveradi. Shuncha muhim amallar turganda musiqa nima bo'libdi demoqchisizda. Aslida dolzarbi shu, ya'ni hayotimizning ajralmas qismiga aylangan zaharli musiqa. Bugungi kunda biz eshitayotgan musiqalar A440 chastotali, bu esa zaharli. A440 Gz va A444 Gz orasini musiqashunoslarning ham o'zi shayton intervali deb nomlashgan. Sababi ohangdan uzoq, jirkanch bu ikki notaning birlashtirilib chalinishidir. 440 Gz chastotali nota allaqachon patentlangan, musiqa industriyasida shayton chastotasi deb ro'yxatdan ham o'tkazilgan. Jamoat transportlarida, taksi va shaxsiy mashinalarimizda, konsertlarda shayton intervaliga raqs tushayotganimizdan xabarimiz yo'q. Bu chastota bilan inson hayvon psixologiyasi ostida ushlab turiladi. A444 Gz chastotali musiqa, mumtoz musiqa shifo to'lqinli esa yo'q qilindi. Avvaliga unga senzura qo'yildi, keyin 1938-yilda standartlashtirilib qat'iy sobit bo'ldi. Ikkinchi jahon urushida esa armiya marshlari va askar qo'shiqlarida qo'llanildi. A440 Gz insonlarning yurak va dumg'aza orasidagi energiya markazlari, chakrani yopib qo'yishi va uchinchi ko'zni ko'r qilishi isbotlangan. Hozirgi musiqa akkordlarining hammasi shu chastotaga moslab ishlangan. Musiqa bioenergetik quroldir. Shu yo'l bilan bizning chastotalarimiz ishg'ol qilinib, ong ostimiz ustidan hukmronlik o'rnatilmoqda. Ya'ni vujud kimyosi, psixologiyasi va inson sog'ligi nazorat qilinadi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu shunday deydi: shubhasiz, suv ekinni sug'organi kabi musiqa va qo'shiq qalbdagi munofiqlikni sug'oradi. Shubhasiz, zikr suv ekinni sug'organi kabi qalbdagi iymonni sug'oradi. Bu haqda yozish niyatim yo'q edi aslida. Ammo bugun yana bir klaviatura shayxidan haqorat izohi oldim. Konspirologsan deb yozilgan edi. Bilmadim, o'sha shayxning o'zida necha gram fizika, necha gram kimyo ilmi bor. Inson bilmagan narsasining dushmanidir. Har doim eng katta dushmanim johillar bo'lib kelgan. Har bir atom insonlar kabi chaqaloq bo'lib tug'ilishni bilarmidik? Sekin-sekin katta bo'ladi. Shishadi va oxirida keksayib o'ram bo'lib o'ladi. Ya'ni yo'q bo'lib ketadi. Inson va atom qanday qilib ulg'ayadi, keksayadi? Hayot energiyasini yo'qotish yo'li bilan. Boshqa atomlar bilan to'qnashib, urushib, mujodala qilib. Stress, to'siq va chidash yo'li bilan. Xuddi insonlardek. Bizni ham boshqa odamlar, ya'ni ijtimoiy to'qnashuvlar qaritadi. Meni johillar qaritmoqda. Sizni bilmayman. Tez-tez eshitib turamiz-ku, energiya vampirlar degan iborani. Hayot energiyasini yo'qotish esa tabiatning qonunlarida bor. Bo'lmaganida edi, takammul ham, ulg'ayish va ko'payish ham bo'lmas edi. Hayot energiyamizga zaharli musiqani emas, Alloh zikrini ozuqa qilaylik. Mahsuraning sochlari va psixologiya. Siz psixologiyani qaysi institutda o'qigansiz deb yozibdi bir o'quvchi. Har doim yozardim. Mavloga ketgan yo'llar Laylodan o'tadi. Mening Laylom Rasulullohim, uning go'zal axloqi va psixologiyasi. Boshqa yo'l yo'q. Bo'lsa ham burunni yerga ishqab, baribir shu yo'lga olib chiqishadi. Har bir yaraning o'z dorisi bor, ammo yomon axloqniki yo'q, deydi Ali roziyallohu anhu. Men bilgan psixologiya har bir yaraga dori, malham. Bu antidepressiya dorisi emas, tabiiy. Inson yelkasida yuragining bo'shlig'ini tashib yuradi. Unutmaylik. Bu yo'llar faqat eslash va o'rnak olishni shart qilib qo'yadi. Chunki bo'shliqni ulargina to'ldiradi. Agar bir kishini sevsak, bizdan avvalgi mog'orlagan hamma kirlarni unutishga majburmiz.
Yo'qsa ko'z qorachiqlarimiz bo'shliqning kirlarini ko'raveradi. Men Laylomning go'zal axloqini sevdim. Laylomning axloqi na yurakda, na yelkada bo'shliq qoldirdi. U ikki dunyoyimni to'ldirdi va sevdirdi. Marziya aytmadi bizga demang yana, aytib qo'yay. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni masjidga ketayotib, yahudiy bolalarning azonni masxara qilayotganini ko'rib qoldi. Rasululloh ularning yoniga kelib, avval qo'lini ko'tarib salom berdi. Bu psixologiyada mendan sizga zarar kelmaydi, xotirjam bo'ling degani. Keyin biroz avval kimdir juda go'zal shirali ovozda azon o'qidi. Kim edi u deb so'radi. Bola shirali ovoz degan so'zni eshitib o'rtaga otilib chiqdi. Bola-da, men o'qidim azonni dedi. Rasululloh unga, sening ovozing buncha chiroyli, shu masjidga olib borsam, u yerdagi amakilaringga ham bir azon aytib bera olasanmi dedi. Psixologiyada bu g'ururni silab siypalash deyiladi. Bola azonni to'lig'icha bilmayman-da dedi. Men senga o'rgataman, agar istasang dedi Allohning rasuli ham. Va takrorlab o'rgatdi. Keyin uni va boshqa yahudiy bolalarni ergashtirib masjidga olib ketdi. Borguncha uning sochlarini siladi. Yahudiy bola masjidda azon o'qigach, sahobalarning hammasi uni maqtadi. Rasululloh boladan, ovozing shunday chiroyliki, seni Makkaga jo'natsam, Ka'baning muazzini bo'lasanmi deb so'radi. Psixologiyada bu insonni qozonish san'ati deyiladi. Bola farqiga borayotgani yo'q, ammo musulmon bo'lyapti. Ka'baga muazzin bo'lish buyuk bir martaba. Bola darrov rozi bo'ldi. Bu bola kimligini bilasizlarmi? Keyinchalik Ka'baning muazzini bo'lgan g'aroyib sahoba Abu Mahsuradir. Nega g'aroyib? Chunki u hech qaysi muazzinga o'xshamaydi. Sochlari shunaqa uzun ediki, o'sha kundan keyin umuman sochini kestirmadi. O'tirganda sochlarini o'rib, yig'ib to'plar va yotganida bir idishga solib qo'yardi. Ey Mahsura, sen qanday muazzinsan? Sochlaringni kes deyishardi. U esa, qanday kesaman? Bu sochlarga kimning qo'li tekkan, bilasizlarmi derdi. Biz ba'zan o'z bolalarimizga sabr qila olmaymiz. Psixologiyasi buzilib qolmasin deb haqni tushuntirishdan, g'ururini silab siypalashdan qochamiz. Qayerdan o'rgangan ekanmiz bu buzuq psixologiyani? Mana men o'qigan psixologiya instituti. Siznikini bilmadim. O'tin qizim. Bolalar va hayvonlar nega uyqudan uyg'onishi bilan suv ichishga ehtiyoj sezadi? Bu hali ularning fitrati buzilmaganligi alomati. Buni tog'da yashaganimda hayvonlar va atrofimdagi bolalarda kuzatdim. Tog'da qizim Zumra Ahsan yog'ochdan bir qizcha yasadi va unga Mina deb ism qo'ydi. Shaharga qaytganimizda u, oyi, men qizim Minani yo'qotib qo'ydim dedi. Sen qanday qilib bolangni yo'qotding? Bola yo'qotiladigan narsa emas desam, qo'yavering, u o'tin edi, bir kun baribir yonib kul bo'lib ketardi deb javob berdi. Uning javobi meni bir necha kun yig'latdi. Odamlarga ibrat nazar bilan qarayman, ichlaridagi ilohiy insonlik javharni ko'ra olmayman. Qarg'a va maymun faqat o'z bolalariga tabassum qiladi, deydi Utopiya asarining muallifi Thomas More. Insonlarning yuzlariga qarayman-da, qarg'a va maymun ham bizga qaraganda sinfdan sinfga sakralganini ko'raman. O'zi boshqa, so'zi boshqa, yuzi boshqa insonlar. Yevropa bugun chirigan ruhoniyat shifosi bolalarning yuziga qarashda degan qarorga keldi. Psixologlar depressiyaga tushgan bemorlarga har kuni 1 soat bolalar bilan bo'lish, ularning yuziga qarab kulish, ular bilan birga vaqt o'tkazishni tavsiya qilmoqda. Ammo qani o'sha shifobaxsh bolalar? Qariyalar uyi va bolalar uylarini ayni binolarda bir joyda tashkil qilishmoqda. Molik ibn Dinor bir kun yo'lda ketayotib, kichkina bolani ko'rdi.
Bola qo'liga tuproqni olib siqib kulardi. Keyin uni joyiga to'kib yig'lar edi. Uning bu holini ko'rib jinni deb o'yladi va salom berishni ham istamasdan o'tib ketdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bolalarga salom berganini eslab iziga qaytdi va bolaga salom berdi. Bola salomga alik oldi. Molik ibn Dinor undan nega tuproqni g'ijimlab avval kulib, keyin yig'lashining sababini so'radi. Bola nafsimga: "Ey bola, sen shu tuproqdan yaratilding, kibrlanishga hojat yo'q. Ustingga suv to'ksam loy bo'lasan", dedim va uni otib yig'ladim. Keyin yana qo'limga oldim va yana nafsimga: "Ertaga sen bu tuproqqa qorishasan, qayta tirilasan va hisob berasan", deya kuldim, deya javob berdi. Molik ibn Dinor: "Sen hali bolasan, Allohdan qo'rqib yig'laydigan darajada qaysi gunohga sohibsan? Alloh seni hisobga tortmaydi-ku", dedi. Bola nima dedi bilasizmi? Bugungi kunda bozordagi domlalar, qorilarning hech qaysi biri bera olmaydigan javobni berdi. "Ey amaki, men onamning tandirda non yopganini ko'rdim. U olov yoqqanida katta o'tinlardan avval kichkinalarni tutantiriq qilib yoqdi", dedi. Bolaning javobini eshitib Molik ibn Dinor hushidan ketdi. "Bu dunyo vabodir, do'stim. Yaralibdiki, hech kimning dardiga davo bo'lmagan. Zimmamizda bir ismni tashib yurgan o'tinmiz, o'tin. U ism ham o'lgan zahotimiz olib qo'yiladi. Hech kim g'assol kelsin, falonchini yuvsin demaydi. Ismimiz o'lik bo'ladi. O'likni yuvish kerak, o'likni ko'mishimiz kerak", deyishadi. Qum yurakning miyasi. Dengiz mening eng go'zal suhbatdoshimdir. U yuragimning va miyamning shifokori. Bu haqdagi fikrimni maqolamning oxiriga saqladim. Sizga yuragimizdagi miyadan xabar bermoqchiman. Olimlar yurakning o'ziga xos miyasi borligini isbotladi. Yurakning magnetik energiyasi miyamiznikidan 5000 marta kuchli ekan. Shunchalik kuchliki, bir qalbning magnetik energiyasini 6 kilometr uzoqdan o'lchash mumkin. DXXga ishga kiruvchilarniki 15 kilometr uzoqdan o'lchanib, sinovdan o'tkazilib, keyin ishga olingan. G'alati tarafi esa, bir qalbning elektromagnit signallari faqat miyamizni emas, atrofdagi signallarni ham o'zgartira oladi. Yurak idrok qila oladigan, his qiladigan va eslaydigan 40 mingdan ortiq o'ralgan nervga ega. Qalbning miyaga jo'natib turadigan gavjum asab signallari miyanikidan ko'p. Allohning huzurida faqat sog'lom qalb foyda beradi. U kunda na mol-u davlat va na bola-chaqa foyda bermas, magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina foyda berur, deyiladi Shuaro surasi 88-89 Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duolarida: "Allohim, sendan salim bir qalb so'rayman", deydi. Termiziy, Da'vat 23. Yurakning magnetik energiyasi dunyoning yurak urishi deb nomlangan ionosferasining vibratsiyasi bilan bir xil saviyada to'lqin tarqatadi. O'ylab ko'raylik. Sof sevgi bilan titragan, to'lqinlangan qalb sog'lom aloqa qura oladi. Zid hodisalarni to'plab qaytara olish xususiyatiga ega. Yurak urishi bilan birga energiya to'lqinlari yoyilib, inson a'zolari va vujud hujayralari bilan aloqaga kirishadi. Biz o'zimizni, yuragimiz, qulog'imiz, ko'zimizni tanimizmi? O'zimizni tanimoq farzdir, chunki o'zini tanigan Robbisini taniydi. Vujud labirint kabidir. O'rganilishga, tanilishga muhtoj bo'lib bizni kutadi. Ko'zlarimizning eshitishi haqida avval ham yozgan edim. Ko'zimizda quloq bor, qulog'imizda ko'z bordir. Quloqning ichida korti turidan porloq bir tomchi suv bor. Tovush signallari u suvning ichida zanjir shaklida suzib turadi.
ko'zimizning ichida billur tomchining eshitish qobiliyati kabi. Dengizga yetib keldik. Sukunat va xushuni dengizdan o'rgandim. Qanday qilib deysizmi? Bir bolaning oyoq kiyimi dengizga tushib ketadi. U sohildagi qumlarga bu dengiz o'g'ridir deb yozadi. Baliqchi to'rini tortib chiqarganda bir dunyo baliq tutganini ko'rib, sohildagi qumlarga bu dengiz sahiydir deb yozadi. Yoshgina yigit dengizga cho'kib o'ladi. Onasi sohildagi qumlarga bu dengiz qotildir deb yozadi. Bir chol dengizdan marvarid to'playdi va bu dengizning ko'ngli xazina deb yozadi. Dengiz suhbatini boshlaganida jimjitlikning ovozi tilga kiradi va uning to'lqinlari qumdagi yozuvlarning hammasini o'chirib tashlaydi. Dengiz kabi suhbatdoshi bo'lishini istaganlar ham boshqalarning gaplarini o'chirib tashlasin. Vujud labirintining toji qalbimiz esa. Qalbimiz qum soatga o'xshaydi. Ming xil qum zarrasi bor bir qum soatning ichida. Uning shishasi sinsa, qumlar sochilib ketadi. Qum zarralarini esa birma-bir to'plashning iloji yo'q. Qalbimiz ham ming bir tuyg'u bilan yashaydi. Sevinch, sevgi, qo'rquv, hayajon, huzn. Bir marta parchalansa, dengiz qumi kabi sochilib ketadi. Sochilsak isyonga tushamiz. Balki sochilganimizdan keyin qayta biz bo'la olmasmiz. Iymon qum soatni sinishidan saqlaydigan yagona rahbar. Iymon bu soatni Allohga taslim qilmoqdir. Iymon somon kabi qiymatsiz insonlar ichida yo'q bo'lib ketmaslik. Izg'anda sovqotmaslik. Iymon yolg'izlikdan qo'rqmaslik. Vijdonimiz daftarimizdir. Alloh taolo Muso alayhissalomga shunday vahiy qildi. Bir qush kabi bo'l. U qush daraxtlarning uchlaridan yeydi. Toza suvlardan ichadi. Kecha qorong'usi cho'kkanda men bilan unsiyat qilmoq uchun menga osiy bo'lganlardan qochib g'orga kiradi, deydi Muhiddin Arabiy Futuhot Makkiya asarida. Mening osiylardan qochib kiradigan g'orimning ismi qop-qorong'u kechadir. Bu g'or shunday oydinki, quyoshi bor, oyi bor, Hiro kabi duoli va munojotli. Har safar Qur'onni xatm qilganimda qo'rquvdan, haybatdan kichrayib, boshim, bo'ynimni uzib, ichimning ichidagi ichkarga kirib ketganini his qilaman. Mo'minun, Hud, nurga kelganimda qalbim dosh bera olmaydi. Yuragimni qafasga qamab, uyqusizligimni unga qulf qilib qo'yaman. Iymoni yo'q ko'ngil, ishida qushi bo'lmagan qafasdir, deydi Abdulqodir Jiloniy. Ana qush qafasda. Yashash umidsizlikdan umid ishlab chiqarish demakdir. Koshki boshimni uzib tashlasam-da, umidimni uzmasam. Ilon agar po'st tashlamasa o'ladi. Ilon uchun eng qiyin ish po'st tashlash. Inson uchun esa fikrlarni o'zgartirish. Ilon eski terisidan qutulish uchun tor yo'laklardan, toshlarning orasidan, tikonli joylardan sudralib o'tadiki, eski po'sti shilinib tushsin. Har safar Qur'onni o'qiganimda po'st tashlaydi borlig'im. Tor, tikanli, toshli yo'llardan sudralib o'tib. Inson 7 yoshga yetganidayoq ong ostining 88% to'lgan bo'ladi. Oilada, atrofda ko'rgan narsalarimiz bilan ol, nusxa ko'chir, yopishtir tamoyilda ong ostimizning 88% ni to'ldirib bo'lgan bo'lamiz. Imom Buxoriy, Ibn Sino, Imom Ahmad, Ibn Arabiy kabilar 7 yoshgacha Qur'onni yod olishgan. Demak, behuda narsalar bilan emas, Qur'on bilan to'ldirilgan 88%larini. Bu miqdor ong ostimizning temir ko'ylagi rolini o'ynaydi. Uni o'zgartirish,
temir ko'ylakni yechish oson emas. Insoniy ishqning zahrini ichmagan biror qalb boqiy ishqning lazzatini anglamaydi. Zaharlangan kishigina sof, toza teranning iziga tushadi va uni topib idrok qiladi. Sofni topdi demak, uyg'ondi demak. Uyg'onmagan esa botib ketaveradi. Sof ishq bilan uyg'onish uchun zaharli ishq bilan o'lish kerak. U zaharlardan biri menimizdan paydo bo'lgan zaifligimizdir. Biz duo va sajda qilganimizda miyamizdagi kimyoviy unsurlar o'zgara boshlaydi. Asab antenalarimiz ishq gormoni bilan shunday qovuriladiki, biz tushib qolgan quduqlar aslida unchalik ham chuqur emas. Faqat chiqaman deb yopishgan iplarimiz qisqa. Eng uzun va uzilmaydigan ipdir Allohning ipi. Duo boshqa, munojot boshqa. Duoda bir talab bor, munojotda esa hol. O'zimizga bir qaraylik. Dengizning o'rtasida emasmiz, qorong'u kechaning baliq qornining zulmati ham yo'q. Ammo Yunus alayhissalomning holidan ham battar qo'rqinch, chorasizlik ichidamiz. Duo qiling. Robbisiga irodasi bayonidir. Duo bizning qadarimizni yozgan qalamning uchidan chiqqan chitir-chitir tovushdir. Necha asr bo'ldi qalbim Qur'onsizlikdan qaqraganiga. Ko'nglim necha faslni o'tkazdi sevgisizlikdan qurib. Allohim, insonlik sinmoqda oyatlar ichida oyatsizlikdan. Sevgining ichida sevgisizlikdan. Rahmat duosiga chiqsak, marhamating yog'armi ustimizga? Insonni olov emas, o'z g'aflati yondiradi. Nimaga qanday qarasak, u ham bizga shu nazar bilan qaraydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomga: "Ey Jabroil, nega men Isrofil alayhissalomning hech ham kulganini ko'rmayman? Vaholanki menga kelgan malaklarning hammasi kulganini ko'raman" deganida, Jabroil alayhissalom: "Jahannam yaratilgan kundan beri Isrofilning kulganini hech kim ko'rmadi" dedi. Shu'ab ul iymon. Imom Bayhaqiy. Hech kim boshqa bir inson yarasining og'rig'ini bila olmaydi. Yarani ko'ramiz xolos, ammo og'riqni yaraning egasigina his qiladi. Shuning uchun iltimos, hech kimni malomat qilmaylik. Bir yostiqda uxlaganlar ham bir-birining tushlaridan bexabar. Naqadar go'zal nizom bu, shunday emasmi? Vijdonimiz daftarimiz bo'lsa, boshimizni uzib tashlasak ham umidimizni uzmasak. Tinchligi yo'q urush. Inson ruhining mudofaa tizimi Qur'ondadir. Zarar qaysi tomondan kelsa kelsin, shaytondanmi, nafsimiz ishlab chiqarayotgan hoy-havasdanmi, farqi yo'q. Ularga qarshi mudofaa ona kitob. Bu tizim Allohnikidir. Undan boshqa kuchli, quvvatli tizimning o'zi yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu tizimni yashagan, o'rnak va o'rgatuvchisi bo'lgan edilar. Uhud jangida 3-4 nafar o'g'illarini yo'qotgan onalar 3 kundan keyin tabassum bilan xurmo bog'chalarida kundalik ishini davom ettirgan edilar. Mo'minlarning o'lim qarshisidagi bu tavri mushriklarni hayratga solgan. Hatto ba'zilarning iymonga kelishiga sabab bo'lgandi. Buni nega yozyapman? Yaqinda bir xabar oldim. Sen amal qilgan narsaga hamma amal qilishi shart emas. Nega amal qilmaganlarni malomat qilyapsan deb yozilgandi. Odatda maqolalarimda misollarni ism bilan bermayman. Ammo nafs o'zini qanday ham yaxshi taniydi va hujumga o'tadi. Yozganlarimning birida o'g'lim o'ldi, qizim o'ldi deya dod faryod qilish mo'minga yarashmagan ish deyilgandi. O'ziga buni yarashtirganlar to'yib yashasin. Hech kim ularni malomat qilmaydi. Mo'minligiga yarashtira olmaganlar esa
ahsan bo'lishsin, marhamat. Tasavvuf tinchligi bo'lmagan urushdir, deydi Junaydi Bag'dodiy. O'limgacha tugamaydigan, tinchligi jangu jadali bo'lmagan urush ichidamiz. To'g'ri, bu urushda hamma ham ahsan bo'lib qololmaydi. Dunyoda Hasan go'zal degani bor, ahsan eng go'zal degani bor. Hech kim Hasanga nega ahsan emassan deyish huquqiga ega emas. Yozganlarimda ahsan bo'lishning retsepti taklif qilingan xolos. Har bir hayvon va maxluqot hayotni onasiga taqlid qilib o'rganadi. Inson ham. Ona tili degan tushuncha shuning uchun bor. Bolalik esa insonning ona vatanidir. Har bir jon bu vatandan ertami kechmi baribir ayri tushadi. Hazrati Ali salomatlik 10 ta narsadadir. Buning 9tasi insonlardan qochishda va bittasi sukutda, deydi. Ba'zan odamlardan qochib Chorsudagi temirchilar bozoriga borardim va ustalarning temirini olovga botirib, to'xtovsiz urib turishini tomosha qilardim. Tongga qadar ko'zimda yonib turgan temir qotib qolar edi. Nafsini tarbiya qilishni xohlaganlar temirchi bo'lishga majburdir. Nafsini to'xtovsiz boshiga urib tursin. Orada bir olovga tiqib olsin. Chunki nafs shaytonning ukasidir. Uka akaning oyoq izini ta'qib qiladi. Man va maqtovlardan huzur qildiradigan aqlsiz insonlar ichida yashashdan ko'ra boshimning ichida javobi yo'q minglab savollar bilan yashashni tanladim. Ko'p savollarim javobsiz qolar, balkim, ammo o'limgacha hur tushunchali talaba bo'lib qolaman. Jahannamni johil bir jamiyatga o'xshataman. Gul ochishni unutgan, qurg'oq dalalarda sayr qiluvchilar jamiyatiga. Odatda uyg'onish ilm yo'li bilan bo'ladi. Ammo bu uyg'onish insonga huzur emas, iztirob berib turadi. Boshqa bir uyg'onish turi ham bor. U nafsni ezish yo'li bilan yuz beradi. Odatda insonlar bu yo'lni tanlamaydi, undan qochadi. Nafsimga til tekkiza olmaysan, deydi. Tarbiyachi esa buni tomosha qiladi. Tarbiyachining bergan tavsiyasi senga og'ir kelsa ham, u tavsiyalarga amal qilganlargina aynan yaqingacha yetib kela oladi. Dunyoni ichimizda olib yurishimiz boshqa, uni ichimizda ekanligini bilishimiz boshqa narsa. Ahsan bo'lish oson emas. Ahsan ko'ngillar shunaqa kengki, u ko'ngillarning beradigan sevgisi ham, beriladigan noni ham tugamaydi. G'am va alam oshiqdagi javharni oshkor qilish uchun ma'shuqdan kelgan hadyalardir. G'amning shiddati javharning qimmatbaholigini ko'rsatadi. Sevgining yo'lida tortilgan g'am va alam dunyoning asalidan shirin. Bu so'zlar sizning ko'z va quloqlaringizga teskari kelmoqda. Shuning uchun ham meni haqorat qilyapsizlar. Ba'zilarga teskari kelishining sababi esa ko'zi va qulog'i orasidagi eshikka kalladek qulf solinganidadir. Hech kim bir dona tabassumni sotib oladigan darajada boy emas. Ammo ko'pchilik ko'zlardan yosh oqizadigan darajada qashshoq. Bizdagi nur yuksalganida hech qanaqa xato qilmayotgan bo'lsa ham, borligimizning o'zi ba'zilarni bezovta qila boshlaydi. Ular bu nurga tahammul qila olmaydi. Biz buning sababini topa olmaymiz. Ammo o'zimizdagi nur bilan ularning otashini o'chira olamiz. O'lgim keladi. Hech narsa aqlni sayohatchalik tarbiya qila olmaydi, deydi Emil Zola. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sayohat qilinglar, sihat topasizlar deb aytib ketganlar. Umrimizni sarf va isrof qilayotganimiz bu mega mamlakatlarda do'stlik degan narsa qolmadi. Tugagan allaqachon do'st bulog'i. Yoppa-yolg'iz bo'shliqda yashash esa faqat holdan toydiradi xolos. Insonning chirishini bilamiz-da,
Ammo ruh holning bu qadar qoraga bo'yalishini tasavvur qila olmaymiz. Inson deb xizmat qilganlarimiz ba'zan hasharotlar bo'lib chiqadi birdan ro'paramizga. Axloqsizlik dengizidagi u hasharotlarni yashash davomida taniymiz va qo'limizga chiroq olib inson qidirib qolamiz. Bu tuyg'ular meni tez-tez shaharlardan qochishga, biron bir dengizning qirg'og'iga bosh urishga undaydi. Bursaning Gemlik ko'rfazidagi uyimdaman. Dengizning qirg'og'ida, uzoqdan Marmara dengizining o'rtasida bitta orol ko'rinib turibdi. Hamma orollarda chiroq ko'rinib turibdi, ammo nega qarshimizdagi orolda bittayam chiroq yo'q deb so'radim xo'jayinimdan. Chunki u bexosiyat orol, unda odam yashamaydi deb javob berdi u. Bexosiyat orol halovatimni o'g'irladi. O'sha yerda yashashni xohlardim, dedim. Qo'shnining balkonidan kelayotgan bir qo'shiqni eshitib qolmasam, balki bularni yozmas ham edim. Bexosiyat orol orzusidan ham ko'proq qo'shiq huzurimni buzdi. O'g'ur Ishilakning O'lgim keladi nomli qo'shig'i edi. Ichimni to'ksam devona derlar dardimni, tog'larga bo'lgim keladi. O'lgim keladi, balki o'lganimda onam kulgim keladi, deya xonish qilardi hofiz. Bu qo'shiq mening ham ichimni to'kdi. Marhamat, devona denglar. Qaynab turgan suv kartoshkani yumshatadi, ammo tuxumni qotiradi. Muhimi qaynoq suv emas, bizning kim ekanligimiz. Kartoshkamizmi, tuxummizmi? Dunyo siyosatini kuzataman. Bu haqda aytishim kerak bo'lgan shunaqa ko'p gaplar borki, ammo yozish uchun hech hafsalam yo'q. Jimgina Qur'on yod olish ishlariga sho'ng'idim. Abu Zar G'aforiyning nega cho'lga qochib ketganini angladim. Imom Suyuti hayotining oxirgi 38 yilini nega xilvatda o'tkazib faqat kitob yozish bilan mashg'ul bo'lganligini angladim. Imom Buxoriyning nega yolg'izlanib qolganligini angladim. Sokin bir xonada joynamoz va kitoblar beradigan huzurni hech kim bera olmaydi. Ayniqsa eski ikkinchi qo'l kitoblar. Ikkinchi qo'l kitoblar vahshiy kitoblardir. Uysiz, boshpanasiz kitoblardir. Turli tuman, har xil tildagi bir dunyo kitobning majlisidir. Ikkinchi qo'l kitoblar kutubxonalardagi xonaki kitoblarda topilmaydigan jozibaga egadir, deydi angliyalik yozuvchi Virginia Woolf. Birinchi qo'lmi, ikkinchi qo'lmi farqi yo'q. Hammasida joziba bor aslida. Jimjitlik va yolg'izlik esa insonni xur qiladi. Garchi u dorga osilgan bo'lsa ham, musibat qulning sadoqatini, ne'mat esa nazokatini imtihon qiladi. Sadoqatni sabr bilan, nazokatni esa shukr bilan isbotlaymiz. Shuning uchun ham dinning yarmi sabr, yarmi shukurdir. Tavakkul chaqaloqqa o'xshaydi, deydi Jaloliddin Rumiy. Chaqaloq onasining ko'kragidan boshqa hech nimani tanimaydi. Yopishib, ko'kraknigina emadi. Sen ham Alloh zikridan bahra ol, unga yopish, boshqa ko'kraklarni rad qil, demoqchi Rumiy hazratlari. Dengizlarni doim bu dunyoning iffatidir, ismati hayosidir der edim. Iffatimiz bo'lgan dengizlarga kim ham qochishni istamaydi? Faqat shaharlarda o'lgisi kelganlarmi? Oy va qimorboz. Odatda qamar so'zini arab tilidan oy deb tarjima qilishadi va tilimizda qimor, qimorboz so'zlari ham mavjud. Qimor bilan qamarning o'zagi bittadir. Xo'sh, qimorboz bilan oyning bir-biriga qanday aloqasi bo'lishi mumkin? Qur'ondagi maysar so'zini qimor, fol toshlari va shayton ishlari deb tarjima qiladi tasvirchilar. Ammo maysar yusr, qulaylik, osonlik degandir. Qimor nima unda? Qamar, ya'ni oy so'zini olaylik. Arablar bir kishi o'ziga oid bo'lmagan ko'ylakni kiyib, xuddi o'zinikidek ko'chalarda sayr qilsa, qamar deyishadi.
Nega Qur'onda bu sifat ishlatilgan? Chunki oyning o'z nuri, havosi ichida atmosferasi yo'q. Oyda nimani ko'rayotgan bo'lsak, u hammasini quyoshdan oladi va bizga aks ettiradi. Xullas, quyoshdan nur va oydinlikni olib, ustiga kiyib kezgani uchun unga qamar deyilgan. Qimor esa, qimorbozning ham hech qanaqa sarmoyasi yo'q, mehnati yo'q, pul sotadi. Haqsiz joydan pul qozonadi. Ya'ni oyga o'xshaydi. O'z ko'ylagi yo'q, maysar boshqa narsadir. Qamari o'zagi Qur'onda 27 joyda tilga olingan. An'om 77, Qamara, An'om 96, Val Qamara, Furqon 61 va Qamaran, Fusilat 37, Val Qamaru, Mudassir 32, Val Qamari, Shams 2, Val Qamari. Arab tilidagi kalimalarning deyarli hammasi o'xshatishdan iborat yoki bittagina so'z butun boshli hodisani ifoda qiladi. O'sha hodisani ko'z oldimizga keltirganimizda kalimalarni tushunish osonroq bo'ladi. Masalan, o'zbek tilida ham mavjud zafar, muzaffar so'zlari nima desam, siz albatta zafar, g'oliblik deb javob berasiz. Ammo zafar so'zi arab tilida tirnoq deganidir. Yovvoyi hayvonlarning o'z o'ljasini qo'lga tushirib, panjasi orasiga olib, unga tirnoqlarini botirishiga arablar zafar deyishadi. Arab tili butun tillarning onasidir. Eng yuqori chastitaga ega til arab tilidir. Siz ingliz tilida 1,5 million so'z bor deyishlariga ishonasizmi? To'g'ri, ingliz tilida 1,5 millionta so'z bor. Ammo bu so'zlarning bor yo'g'i 2000 tasi sof inglizcha. Qishloqlarda yashaydigan inglizlar bor yo'g'i 2000 ta so'z vositasida gaplashishar edi. 1,5 milliondan 50 mingni arab tilidan, turkchadan 10 ming kalima olishgan. O'zak sifatida 2000 kalimasi bor dedik. O'zaktosh chiqarganida ham bor yo'g'i 20 ming bo'lishi kerak edi. Uning ham 250 kalimasi Tanzaniya inglizchasidan iborat. 20 ming kalima forschadan olingan. Ular faqat kalima olishadi. Ammo bizlar kalimalarni tilimizdan chiqardik. Qaysi til bizning tilimiz yashagan zulmni yashadi? Zulm faqat insonlarga qilinmaydi. Zulmning buyugi tilga qilinganidir.